2 oy oldin Qozog'istondan kelgan bemorimizni 10 tomonlama endaural timpanoplastika operatsiyasini bajargandik. Hozir birgalashish natijasini ko'ramiz. Mana bu yangi pardalari to'liq tiklangan. Operatsiyamiz 100% muvaffaqiyatga erishilgan. Hozir eshiklarni ham so'rab ko'ramiz. Qanaqa bo'ldi eshishlaringiz operatsiyadan keyin? Ancha yaxshi. Yaxshi eshityapsiz? Ha. Oldin qaysi qulog'ingizdan eshitardingiz operatsiyadan oldin? Hozir yaxshi, yana ham yaxshi bo'ldimi eshitingiz? Ko'rdim, ha, yaxshi. Xo'p. Hozir mana audiometriya ham qilib oldik bemorimizni. Operatsiyadan oldin 49 detsibel bo'lgan o'ng quloqlari, konduktiv tipda bo'lgan, chap quloqlari 31 bo'lgan. Audiometriya qilganimizda hozirgi natijasi deyarli sog'lom quloqqa yaqinlashgan, mana 27 detsibel, 25 detsibelgacha demak bizda sog'lom. Yana sizda hali 2 oy 3 oy vaqt bor, yana ham eshishingiz yaxshilanadi va sog'lom tomonga o'tadi xudo xolasa. Operatsiyadan oldin qulog'im og'rigandi-da. Doktorga borsam, ular aytdi, shamolash bo'ldimi bilmayman. Keyin Asqirbek akani bittasi tavsiya qildi, tanishim tavsiya qildi. Shu bilan keldim. Ko'riklarga ko'rindim. Keyin ular qulog'im teshik ekan pardasi, o'shani operatsiya qilish tavsiya qildi. Men uni tavsiyasini qabul qildim. Operatsiya yaxshi o'tdi, Allohga shukr. Operatsiya yaxshi o'tdi. Hech qanaqa qiynalmadim, og'riqlar yo'q. Уже 2 oy bo'ldi. Qulog'im eshishi ham yaxshi, juda ham yaxshi. Asqirbek akaga rahmat aytaman kattaxon. Qo'llar dard ko'rmasin. Agar sizlarda ham quloq to'g'risida muammo bo'ladigan bo'lsa, Asqirbek akani tavsiya etaman. Qo'llari juda ham yengil va operatsiya bo'lganda ham hech qanaqa og'riq sezmaysiz.